Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 303-guruh talabasi Tursun Po'lat va Mehrangizning ijtimoiy pedagogika fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzumiz sharq mutafakkirlari asarlarida shaxs ijtimoiylashuvi masalalarini yoritilishi. Rejamiz 3 qismdan iborat. Birinchisi shaxs ijtimoiylashuvi tushunchasi, ikkinchisi sharq mutafakkirlari asarlarida tarbiya va ijtimoiy g'oyalar, uchinchi rejamiz xulosa. Jamiyat va inson o'rtasidagi bog'liqlik barcha davrlarda mutafakkirlar tomonidan o'rganilgan muhim masalalardan biri bo'lib kelgan. Inson yolg'iz yashay olmaydi. U doim jamiyat bilan uzviy aloqada bo'lib, o'z hayotini ijtimoiy munosabatlar orqali shakllantiradi. Shu bois shaxsning ijtimoiylashuvi, uning jamiyatga moslashuvi, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayoni o'tmish mutafakkirlarning asarlarida muhim o'rin tutgan. Sharq mutafakkirlari o'z davrining ilg'or tafakkur sohiblari sifatida jamiyat taraqqiyotining negizini inson omili bilan bog'laganlar. Ularning asarlarida shaxsning yetukligi, aqliy pokligi va ijtimoiy munosabatlardagi o'rni keng yoritilgan. Masalan, Farabiy ideal jamiyat tuzilishini tahlil qilib, odamlarning o'zaro hamkorlikda yashashi zarurligini ta'kidlaydi. Yusuf Xosxojib shaxs va davlat boshqaruvi o'rtasida bog'liqlikka urg'u beradi. Jaloliddin Rumiy insonning ma'naviy kamoloti va jamiyat bilan o'zaro ta'siri haqida so'z yuritib boradi. Alisher Navoiy esa ijtimoiy munosabatlarning axloqiy jihatlariga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu maqolada qarashlar tahlil qilinadi hamda ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Sharq mutafakkirlari insonning jamiyat bilan bog'liqligi, uning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy muhit va ma'naviy tarbiya bilan chambarchas bog'liqligini o'z asarlarida keng yoritganlar. Farabiy insonning ijtimoiy mavjudot ekanligini ta'kidlab, shaxsning jamiyatdagi o'rnini aniqlashga intilgan. Uning Fozil odamlar shahri asarida jamiyatning mukammal tuzilishi va uning taraqqiyotiga shaxsning ta'siri tahlil qilingan. Mutafakkirlar fikriga ko'ra, inson yolg'iz yashay olmaydi, chunki uning barcha ehtiyojlari bevosita jamiyat bilan bog'liq va qondirilishi ham jamiyatga borib taqaladi. Shu bois har bir shaxs o'zining bilim va axloqiy jihatlaridan yetuk bo'lishi orqali jamiyatga o'z hissasini qo'shishi kerak. Farabiy ijtimoiylashuvni ikki asosiy omil orqali tushuntirib beradi. Bilim va aql. Faqat ilm orqali jamiyatda o'z o'rnini topadi va atrofdagi insonlar bilan uyg'un munosabatlar o'rnatadi. Aqliy yetuklik odamlar o'rtasida munosabatlar, ezgulik, adolat va odob asosida qurilishi lozim. Chunki faqat shu yo'l bilan jamiyat tartib saqlanadi. Mutafakkirlar shaxs ijtimoiylashuvni mukammal jamiyat konsepsiyasi orqali tushuntiradi va insonning maqsadi nafaqat o'z hayotini yaxshilash, balki jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilish ekanligini ko'rsatadi. Yusuf Xosxojibni olsak, u ijtimoiylashuvni adolat va davlat boshqaruvi nuqtai nazaridan tahlil qilib o'tgan ekan. Uning ta'kidlashicha, insonning ijtimoiy hayotga moslashuvi faqatgina shaxsiy harakatlar bilan emas, balki jamiyat va hukumat tomonidan yaratilgan shart-sharoitlarga ham bog'liq ekanligini ta'kidlab o'tgan. Alisher Navoiy esa ijtimoiylashuvni axloqiy jihatlariga e'tibor qaratgan. Uning asarlarida insonning jamiyatdagi o'rni, uning halolligi, to'g'riligi, odob-axloq qoidalariga rioya qilinishi qayd etilgan. Sharq mutafakkirlarining bu fikrlarni bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega. Globallashuv sharoitida shaxsning jamiyatga integratsiyalashuvi, madaniy va axloqiy qadriyatlarga rioya qilishi muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarining roli ortib bormoqda. Bunday sharoitda sharq mutafakkirlarining ilm, axloq va adolatga asoslangan ijtimoiylashuv tamoyillari jamiyat barqarorligi va insonlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, sharq mutafakkirlarining shaxs ijtimoiylashuvi haqidagi qarashlari insonning ilm, ma'naviyat va axloq asosida jamiyatga moslashishini targ'ib qiladi. Ushbu tamoyillar nafaqat tarixiy meros sifatida, balki zamonaviy hayot uchun ham muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Bu mutafakkirlarning asarlari shaxsning yetuk inson bo'lishi va jamiyat rivojiga hissa qo'shishi uchun muhim yo'nalishlarni belgilab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.